أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 128. ayet Rabbana vec'alna muslimeyni leke İbrahim Aleyhisselam'ın duasının ayağı. Ey Rabbimiz bizni sana bütün tuluk boysunduğun Müslümanlardan kıygandı. Yani muslimeyni ne ya da muhlisayni leke evcuhana muslimeyni musanna. Çünkü İsmail Aleyhisselam bilen İbrahim Aleyhisselam çıkkeylenin andatılı. Çıkkeylen Kabe'ni bina kılıp şu taat ibadet üstü durup müşanda dua kılındı. Muhlisayni leke evcuhana yani bizim bütün barlığımızda evcuh degenimiz zatı demekçi. Bütün vücudumuz bilen sen ihlas kıldığanlardan kıygan dedi. Min kavli esleme vecehahu lillah yani özüne Allah Teala'ga tulup boysundu degenden kelip çıkan demekçi. Vecih degan söz yüz degan işletilsin mi lekin özünün zatını bildirdi. Ev mustaslimeyni yani sana tulup teslim bolgan boysungan baş ekkan demekçi. Yuqalu esleme lehu ve استسلم إذا خضع وأذعن طلب boysunup bunda boyun eğse esleme isteslem değildi. والمعنى زدنا إخلاصا yani bizni texim bek ihlaslık kılıp gelsen ihlasdan texim köp ata qilsa demek. Bunda degan bu. Ev id'anan laka yani sana texim boysunduğan şundalardan qilib gelsa demek. Asli bu Müslüman bulup bolğango degenge cavoban dardı. Müslüman texmo ya da hazır şu sıfatımızdan texmo mükemmel qilgan, aşırıp bergen. Yani davamlıq bizni mush islom ustida sabit qilgan, sabatlik bergen demek. Xuddi ya ayyuhallazina amanu aminu billahi ve rasulihi degandek. Davamlıq mushunda qilgan degan ma'noda. Ve min zurriyetina bizning pushtilarimizdan, avlodlarimizdan mo deydi. Ummatan muslimatan lak. Sana to'liq ashunda bo'ysundigan musulmon ummat qilgaysa. Men nimishada min zurriyetina deganda minni bir qismini debdi. Littabi'in. Aw littabyin. Yani nimadan esa bizning avlodimizdan da bayon qilib berish uchun deydi. وقيل أراد بالأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. Yani bir tefsirde, bir qarashda yada Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetine köz tutqan şunu demekçi deydi. O bo'lishi mumkin. İbrahim aleyhisselam'ın, İsmail aleyhisselam'ın avlodlari shu chaqdagi onun müşüdü. Resulullah müşüdü. Çünkü Resulullah İsmail aleyhisselam'ın avladı. Şunun neslinden. وإنما خص بالدعاء ذريتهما لأنهم أولى بالشفقة. Elbette her insanın özünün evlatları işte mene şefkat şular kuyunuşka en haklı. Onunki özünün aile tavabatını has kıldı dedi. Xuddi mesela ku enfusakum ve ehlikum nara degandek. En yakın adamı şu boldu aile tavabat. Ve arina manasikana yani bizge dini faaliyetlerimizde kösüp koygan. Yani ecbalarımızda manasikinin akıl tefsiri var. Yerdem de menkulun min ra'adır. Arina degan sözge qarta dağıtıdır. Arina degan söz yani ra'a degandan kelgan. Bi ma'na absara ev arifa. Bunun ma'nosi ra'a degan ra'a al-basriya yoki al-ilmiya deb ayrımız var. Ko'zdan ko'rdi yoki tushandi, bildi, tunudi degan ma'noda bu deydi. Eğer bilip yetti degandek ya e'tiqod qildi manda degan bo'lsa bu chaqda bu ikki maf'ulga mutaaddi bo'ldi. Manjatdan hamdadir bizga to'ntib qo'ygan, tushuntirib qo'ygan degan ma'no arifa desang. Agar arina basriya bo'lib qolsa biz ko'rsatib qo'ygan degan. Ara desa af'al vaznida. Ra'a degan masalan fa'al degan vaznda deb qolsak, ara degan af'al rubai ma. Valida lam yatajawaz maf'ulayn. Shuna ma'man kagachga bu ikki maf'ulga ta'addi qilmadi. Yatajawaz yani yata'adda. Lam yata'adda ila maf'ulayn demakchi. Agar alima ma'nosi bo'lib qolsa, alimtu anna Alloha qodir. Alloh qodir degan ikki maf'ulga mutaaddi bo'ldi. Alimiyada fahimtu degan ma'noda. Ra'aytu kada dedi. Men menda o'y kelib qoldi, men menda tushunib bo'ldim degan ma'noda bir maf'ul o'si bo'ldi. أي وبصرنا متعبداتنا في الحج أو عرفناها يعني bizga hajda qildigan bütün ibadat faaliyetlerimizne ko'rsatib qo'ygan yoki tushuntirib qo'ygan, tunutib qo'ygan demakchidir. Bu endi manasik degan so'zga kelsak, uning mufrad holati mansak bi fath sin va kasriha. Mansak yoki mansik ikkilisi bo'ldi. Va huval mutaabbad yani ibadat qildigan ibadat faoliyatidan iborat dedi.
ولهذا yak ibadet kılgan joy ta'abbad ibadet kılgan joy qurillarni ana shu Mina, Arafat, Muzdalifa, Makka masalan bu hammasi ajpatdan qilgan urullar şernerden köstüp caizini tontip koygan degan ma'noda bo'lishi mumkin yoki umum ibodat qillar bo'lishi mumkin valiyada qila lil abidi nasik shunga ibodat kuy kishiga nasik deyildi Hazreti Ali'nin sözü var qasama zahri isnan alimun mutahattik ve cahilun mutanassik yani meni bearam qilgan bilimni o'shratdi deymiz arabchada Uyg'urchada meni bearam qilib ikki narsa azorot deydi yani ikki narsa uni bearam qildi alimun mutahattik degan shalloq mullamning unda fasih unda suyuq bo'lsa bu intayin bearam qildi andin jahilun mutanassik hech nimani bilmaydigan bak ibodat qilan qarg'ulaç ibodat qilan taqodirlik qilaman deb chiqmaydi bu xatarli chunki ibodat uchun ilm kerak amalning asosi ilm al ilmu usul amal namozning farzligini mushnijiq narsani bilib ondan qilish kerak bo'lmasa bilmaydi qilsa keyin ondan bilmayna uchun chataq ishni qo'yadi va arna makki qarilardan mesela ibn kasir yaqub degan makki qarilari arina demay arna deb o'qidi rani sakin qilib qasahu ala fakhdin fi fakhidin buni ma'num o'xshitib demoqchi masalan fakh degan so'zni fakhir harfini kesir o'qimo deymiz endi taxfif qilib atsak fakh deymiz-ku bu shunga o'xshash arinani arna deb bilan o'ttirdagi harfni sakin qilib o'qiyapti deydi endi bu yerda balki manda qilgan bo'lishi mumkin buni manda munfasil nimaga o'xshatib munfasil bir ikki so'zga o'xshatib o'qaman ar degan bu ayrim na degan ayrim arna manda qilayotgan bo'lishi mumkin makka ma kitobning istilahida makka qarilari sham qarilari demak ashun qiyos qilib manda yengillik isbotda biz İngiliz o'qsab bo'ldi debdi. Va Abu Amr yashimul kasra dedi. Abu Amr hamda mush arina deganki ra kasr o'qilgan emasmi? Buni ishmam qilib o'qibdi. Arina ishmam degan o'tganda ta'rif qildik-ku, azroq burtib qo'yish lug'at ma'nosi. Andima tajvid ilmida ko'z bildigan og'zinki masalan juplab og'izni ishorat qilib qo'ydigan ovoz chiqmaydigan. Bu ishmam. Masalan malakala ta'manna degan nunda bo'lganki qachida og'zini so'yganimning kalkida qilib bir choplab o'tib undan keyin na deydi qaragan odam qudigan anlagan odam uni ko'rmaydigan degan buni asli bunda bir nima batin yoda diqqat deb shuni ishorat qilib puritib qo'ydigan ishman endi yoda kasrni ishman qildi degani kasrninki masalan 60% kasrni unda chiqarib 30% chiqarmay sulusayil harakat bunda qilib o'tib ketish yani radiki kasrni chiqarib chiqarmaylam bunda yerim chiqarib o'tib ketishdi bu ham ikkisini o'ttirda turibdi Abu Amr demak Abu Amr mushqari hozir shunda qiraat qilib o'qdi va tub alayna bizning tavbamizni qabul qilgan demakchi ma farata minna min at-taqsir bizdan sodir bo'lgan kamchilik qusur bular qarta bizning tavbamizni qabul qilgaysa aw istataba li zurriyatima yoki o'zi uchun tavba qildi qabul qildi degan bo'lsa bizning avlodlarimizdan bunda asibandilar qildi fasiq bo'lib qoldi shunning bir tavbani nisb qilib qabul qilgaysa degan bo'lishi mumkin innaka antat tawwabur rahim ya'ni innaka hozir xuddi ta'lildakadir çünkü sen hakikaten tövbeni ko'p qabul qilg'ichi davomli rahmat qiluvchi zotsan demoqchi ikki xil tafsir qilyapti ma farata minna desa bizdan sodir bo'lganni shuni mag'firat qil tavbani qabul qilma yoki yana bir nimada o'zini maqsad qilmay bizdan degandan aytmish bizning avlodlarimizdan ya'ni chunki u payg'ambar ma'sum bu degan gap emasmi shunga u gunoh qilmagan ekan u tavba qilganda ish yo'q bu naslni ko'z tutgan chunki nasldan fosiqlar va asiylar va deb bunda tafsir qilib va avlodlarimizdan bo'ldimi shu lekin bu kitobda ikki xil qarashni deb hammasini desakmi shu yerdan na degan ekan biz degan hammasini o'zishgan hozir uchinchi qarashni desak birinchisi o'zi uchun ikkinchisi yoki farzandlar uchun uchinchi qarash o'zi uchun ham farzand uchun hammasi uchun robbana va ba'ath fihim ey robbimiz yana ularga ivatgaylar dedi fihim degan kimlarsa ummatul muslimin ummatan muslimatan dedi-ku shu bizning musulmon nesillerimizga payg'ambar ivatgaylar rasulan minhum ashulardan bir payg'ambar ivatgaylar min anfusihim degan bir muhimdir minhum degan nima uchun minhum bo'lsa bulig'i nisbatan yot tuyulmaydi o'zining tilini masalan bizlarda arabchani tarjima qilib ondan tushunimizga unda hojat yo'q udil tushunaverdi qur'onni anglasa ham o'zidan chiqqan ekan uni inkor qilmaydi yolg'onchi kazzab deb turib oldigan shu chunki o'zidan chiqsa sodiqul amin deb uni boshdan tortib birga yashab tunigan ekan unda nima qilmaydi
Şuna özgü yakın tuyulgan, icabat kılış tekmi yakın demek. Feba'atallahu fihim Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Muş ayet mi icabat kıykaçka? Biz bir tefsirde وَاِذْتَلَا İbrahim Rabbuhu yaki İbrahim Rabbahu dedik o. Bir tefsirde İbrahim Allah Teala'nın bundan duanı kılıp bundan sınırda degen. Yani o dualar müşillikte. Kin فَاَتَمَّهُنَّ degenini Allah Teala toluk icabat kılıp bade diyen tefsirini mi kıygan? Ma şunu düşürmez. Allah Teala şunu toluk icabat kılıp de kanda kıldı Muhammed Aleyhisselam'ın dua asasen ibadetti. Bizden işinden çıkarıp ibadetti. Kâle sallallahu aleyhi ve sellem ana da'vatu Ebi İbrahim ve Büşra İsa ve Rü'ya Ummi. Yani bu hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men babam İbrahim'nin çakırıkı. Yani çakırıkınınki neticesi icabat kılıngan halte. Yani şunun meyvesi desek mi olur? İsa Aleyhisselam'ın bişareti ve anamın köygen kişinin vücut çıkışı deyimiz. Resulullah'ın anısı, xuddi içinden bir nur çıkıp bütün dünya yorukanda çıkıyor. Yani Resulullah'ın tukka. Demek şu vücut kışıkta deydi. Ya ki davatın özü desek buldu. Bu çalı mübalık oldu. Davatın özü meğen dese, xuddi davatın özü Resulullah'ın nusu aşı mücesset olap, aşı onun başka çağırında yoktu gerek yani. Özü şu olap ketken, o mübalık. Yetlu aleyhim ayatik. Ularga senin ayetlerini tilavet kıpırgan. Ayet degen söz adır, okuşmanız kelsin ama. Menden sakmayan ayet degende mucize bakallı vattı. Mucize mənislam kildi degenli vattı. Nesini inkar kıldıqalı dedi. Manada tilavet manisi kelgendeken bu okuşmanız keldi. Yani bu vahiy, düşken vahiy, Kur'an ayetleri gözüküyor. Yakra'u aleyhim ve yubellighuhum ma tuhi ileyhi min delail vahdaniyetika ve sıdqi enbiyaik. Yani ulağa senin yekkigana tenha ikenliğinin ispatlarını, peygamberlerinin rasulluğunu ispatlaydıgan delillerden sen aş vahiy digan ayetlerini ulağa yetkizdigan, okup birdigan bir peygamber evetken. Ve yuallimul kitab. Yani ulağa sen nazil kılgan kitabını öğütüdügan. Vel hikme, hikmet ne dedi? Hikmet ne? Sünnetle tefsir kıptı. Sünnet ve fehmul Kur'an. Kur'an'ı düşünüş ve hikmet. Resulullah'ınki sünneti. Ve yüzekkihim. Yani onlarını paklaydıgan. Nimeden yutahhiruhum mineşşirk ve sairil ercas. Rizsun min ameli şeytanı feçtenibuh dediğin. Ercas yanma şu. Meynet nasi. Paskına. Ve bağırlık günahlardan sekin buldu. Günahlardan paklaydıgan. İnneke entel aziz. Sen hakikaten izzet igizsen deydi. İzzet igiz degen davamlıq üstün turduğan, başkalarını mağluplanmaydıgan, galip kıldıgan demekçi. El-Hakim fîmâ evleyd. Sen bəgən ata qıyğan derslerinde, qıyğa işlerinde hikmet ulaş qıyğışsan. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ İbrahim. İbrahim diniden, İbrahim'nin sünnetinden, milletinden kim o yüz öğresin, kim o başlatsın, qanday adamga o başlatılgan, istifham bimanal jahl, bu yani inkari demek, istifham inkari. Ve inkar, en yekuna fil uqala men yergabu anil haqqil vadih alladhi huwa milleti İbrahim. İbrahim'nin milleti ibaret bolgan eniq, roşan haqdan yüz öğrep başlatılgan kişinin buluşunu yirak sanıganlıqdan, inkar qılganlık. Mümkün emas. Hem aklı cahit durup, bu enik namının yüz öğrediği adam bağımıdır. Kim bunda yüz öğrüsün, başlasın dedi. Vel millet sünnet. Millet diyen mesela sünnet. Ya ki tutkan yol. Zeccac, muşunda tefsir tuttu. Zeccac mı katı lügat alimlerden bu. Müfessir. Belki eynekçilik ticaretiyle şullansız gerek çalışma zeccac. Bu muşunda millet diyen sünnet ve tarika da tefsir tuttu. İlla men. Pekatlamam da şunda bir kişi olab qalsa belki bu qabul qilmay başlatışı mümkün. Lekin aql o'sha joyida o'n adam bo'lsa, unda başlatmaydi. Men fi mahallir raf' ala al-badal min ad-damir fi yarghaban. Başlatıdı yani faqatla manda bo'lab qal başlatıdı degan mush kishi demakchi. Mush kishi başlatıdı dedi. Shuningdan badalkan, yani yarghabu man kana sifatu kaza va kaza demakchi. Wa sahha al-badal li'anna man yarghab ghayr mujab. Enbiyada bedel deyişki buldu deydi. Çünkü meyyergab degan söz bu nefi ma'nisida. Gayr mujad degan söz nefi ma'nisida. Ke qavlika hal ja'aka ahadun illa Zaydun. Muşun o'xshash, yani ja'a Zaydun degan ma'noda bo'libdi hozir. Tushunami? Xulosaning qilsa ja'a Zaydun degan bo'ldi natija. Yani muşunun bedel bo'lishini nahvichilar balki bunda ahvolda bunda bedel bo'lish uchun oldidagi nima g'ayr mujab, nafi ma'nosi bo'lish kerak deb shart qo'ygan gap. Shunga ma ahvolda kelyapti, chunki bu nafi ma'nosida chataq yo'q deydi. Vel ma'na, endi ma'nim bo'ldi. Va ma yarghabu an millati İbrahim illa man safiya nafsa.
Fakat o'zini har qilgan, yengiltaklik qilgan qaltipam adam bo'lsa, balki hamda Ibrohim millatini boshlatishi mumkin. Aqli joyida bo'lsa boshlatmaydi. Safiya nafsa degan jahila nafsa, ya'ni o'zini qadr qimmatiga yetmagan degan ma'no. Ay lam yufakkir fi nafsi, ya'ni o'zi haqida o'ylamagan. Fawada safiha mawdi'a jahila. Demak, bu jahila degan ma'no esa jahilaning o'rnida safiyani ishlatdi dedi. Va uddiya kama uddiya, jahila mutaaddi qilingandek bu mutaaddi qilindi. Safiya degan mutaaddi emas dedi. Ma bir qarash. Safiya degan mutaaddi emas demakchi. Mutaaddi emas degan jahila ma'nosi kelgandikan, bu xuddi at-tadmin ma'nosi var arabchada. At-tadammun ma'nosi. Masalan, sami'allohu liman hamida deymiz. Aslima sami'allohu man hamida. Lekin bu istijaba ma'nosini tadammun qilganlik uchun sami'allohu man hamida va istajaba lahu degan ma'no var. Undan keyin sami'allohu liman hamida lamna kelib qo'ydi. Hozir mana jahila ma'nosi bo'lg'achqa bu as-safiha mutaaddi emasda. Lekin jahila ma'nosi kelgandan keyin jahilaning tabiati bilan keldi deydi. Jahila mutaaddidda safiya nafsa deb jahila nafsa deb bunda keldi. Mana bir qarash endi. Aw ikkinchi qarash. Ma'no safiha fi nafsihi. Endi fi taqdir qilingan shada. O'z ko'nglidan do'tilib qolgan yoki bunda bag'raz bo'lgan demakchi. Fahudifa fi kama hudifa min fi qawlihi vaqtara Musa qawmahu. Masalan, min qawmihi te mushasli. Vaqtara Musa min qawmihi 70 rajulan te. Lekin Qur'onda vaqtara Musa qawmahu dedi. Min hasb qilindi. Lekin hasb qilingan o'rniga oyada qawmahuni zo'r o'qitgan deydi. Davomga mishadimi fi degan nima bor? Safiha fi nafsihi. Yan bor buni zo'r. Bunda masalan al-fiqh lughatan deymiz-ku. Lughatan nim bilab zo'r o'qib qoldi. Binaz'il xafid deymiz. Xafid degan zo'r o'qitilgan narsa. Zo'r o'qitilgan harflarni ilib tashlatib, uning o'rniga andan dozverni qo'yib qo'ydik. Bu shundan iborat. Şuna el-fiqh lugatan degan el-fiqh fil lugati kaza va shar'an degan fi shar'i kaza degan. Bu shunga o'xshash demakchidir. Lugatan va istilohan degandek. Ya'ni min qawmihi va ala fi qawlihi mesela ala degan so'zmi shunda oldi dedi. Va la ta'zimu uqdatan nikah. Ya'ni ala uqdatan nikah. Shuningga bel bog'lamanlar demakchi. Nikah qilishga bel bog'lab ketmanlar, maqsad qilmanlar degan ma'no. Ala degan uçup qoldi. Harfi jar degan bunda tushib qilib, uning o'rniga oxirgi majrur bo'lgan nima zivor o'qib ketgan ish bor demakchi. Wal wajhani aniz-zajjaj. Bu ishkili qarash, jahilaning o'rnida mutaaddi bo'lgan qarash. İkincisi harfi jar tushib ketib, uning o'rniga undan majruri zivor o'qib ketdi degan qarash zajjajdan ketdi. Mana vaqala al-Farram. Farramning ma'no Qur'onda kitobi bor. Bu eng katta lug'at shuni olib. Bu Farramni balki shunda ayolning terisini tumoqchilga, uningga satadigan bo'lsin deb al-Farra kira ayolning ash mo'yliq nimalar bor-ku. Ko'pincha uni qilgan tijorat. Burunqa olimlar buni nadin libos filaga bunda yashamaydi. O'zining bir kasbi bor. Masalan, zajjaj, iskafi degandek bo'lsa muzdoz yağaççı deydigan da nurlar var. Üneriga qarata da tonulgan. Wa qala al-farra huwa mansubun ala at-tamyiz. Bu tamyiz debdi. Nafsa degan o'sha tamyiz. Tamyiz bo'lganki mansub qilib ketgan debdi. Wa huwa daifun li kawnihi ma'rifa. Chunki nafsa degan mudofun lay idofalan ma'rif bo'lib ketdi-ku bu. Bundan ma'rif bo'lsa qanday tamyiz bo'ldi deb buni ojiz deb turibdi. Endi olimlar, lug'atshunoslarning ishida bu safiya degan ki mutaaddimi lazımmi talash tortish bor. Asli masala o'shada talash tortish bor. Lekin rajihi mutaaddi degan qarash rajih. Ya'ni illa man safiya nafsa degan o'zini ashuni xar qilgan, o'zini kaltifam dot qo'ygan odam bo'lsa, undan bu yuzi o'riydi deganman. Va laqad istafaynahu fid dunya. Haqiqatan biz uni dunyodami tanlab bunda payg'ambar qilgan. Va innahu fil oxirati lamina solihin. Ahiretde bu salihler katardaki bir zatımdı. Demek İbrahim Aleyhisselam hazır. Dünyada mı şunda mötüver, izzetlengen, tallangan zat. Ahirette mi şunda ornuk hatta salihlerini katara orun aldığan aşında bir zat. Demek dünya ahirette şunda dereceye nail olan, sezavar olan bir zat. Dağınken bununla ergeçmezlik bir ziyan. Beyanun li hata'i ra'i men yergabu an milleti. Demek bunun milletiga ergashmay boshlatgan kishilarning buningki qarashlarining e'tiqodining ya ko'z qarashining xatoligini ishada bayon qilib buni isbot keltiradi. Bu so'zi hozir isbot. Nima uchun hamda uning ergashishga kishi do'tolab qoldi ekan?
de bir sual kildiğanda. Dört bağırızlar ergeçmeydi, akıl kişi ergeçiyordu diyorken, bunun ergeçmenin kişinin üçün dört oğlu deyik de sual iken. Çünkü bana, وَلَقَدْ اِسْتَفَيْنَا فِي الدُّنْيَا وَاِنَّا فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Dünyada bunu nurgun netçi milyattın tanılgan bir zat bu. Ahirette mi şunda salihler katardan turduğun zat. Bundan ki bu kişiye ergeçmese hakikaten ziyadında atın. Aklı adam çokum ergeçiyordu. لِأَنَّ مَنْ جَمَعَ كَرَامَةُ الدَّارَيْنِ. İki alemninki hürmetine sazavar boğab ikisini cemligen kişiye lem yekun ahadun evla bir-rıgbati fi tariqatihi minhu. Çünkü hiç kim bunun yoludan ergeçmeyi baş tartışı doğru emas de hatta bunda biz. Kur'an-ı Kerim şunu her kanda bir karışını dese ispatını ekip koyar. Nime için diyen bir sual payda olsa bunun delilim var. İzkala şu çağda ya öz vaktida o İbrahim bunda dedi. Zarfun listafaynahu. İstafaynahu'nun zarfı dedi. Yani biz tanlagan vaktimizde şu çağda diyeyim. Şunda dedi. Evun tusiba bi idmari uzkur. Ya ki sen esligin bir çağını ki şu çağda bunda dedi. Kendi okuyla uzkur zalikel vakt. Xuddi mesela sen şu vaqtda bir esligen. O çağda İbrahim sen bunda degen. Li ta'lama ennehu'l Mustafa es-salihu'llezî la yurgabu an milleti mislihi. Şu çağını eslesem İbrahim sen bu sözünü degen çağında eslep muşun tefekkür qilsam bunda degen adamның muşunda sözünü qilgan mushalatında sözünü qilgan adamның qayyulidan baş tartish to'g'ri emasken deb bilsali. İzqalahu rabbu aslimana. Perverdigare onunğa Müslüman bol ya boysun depti erz'in ve ata'man itaat kıl boysun teslim bol degende ya ki ahlis dineke lillah dinini Allah için halsat qilgan başka hiç kimni ko'zlamay Allah için lam qilganmışına dilgen çağda İbrahim sen nim degan ikkilinib qolmay ya taraf o'ynab baqayman bir tadqiq baqay bunda demaylam qal aslamtu li robbil alamin deb shu çağ Mehmet'in gaçida boysunğa şuna Ebu Bekirni Rasulullah tarif qilgan çağda Ebu Bekir'e azabamınla. Sizler hemmenla men İslam'a davet qilgan vaqtimda azraq olsun bir ikkilinish bir to'xtab turay ayamında o'ynab baqay bir ikkilinish barda faqat Ebu Bekir'lam qat ishlayman gaçini qilgan. Ebu Bekir'in şu o'z vaqtining eng bilimli katta ziyoliyalardan. Bo'g'anki bu Rasulullah bilan davomli aralashib turg'achqa Rasulullah Xudoga Ibrohim alayhisalom bunda bir zatni tutqan yo'ldan zodi ergashmagan zodi bag'rad tuqqo Rasulullohning manga yo'l zodi unutmasam zaten bulmaydı da düşünüp etken şunu. Çünkü şunda bir narsa degendiklam işendim buldu. Sadaqta deplam tasdiqlab Sıddiq degeni. Davamlı tasdiqlab tuğuçi degen ma'noda bo'lishi mumkin. Mubalag'a. Bu Saddiq degen. Yoki ham davamlı Rasululloh tuğuçi desang bo'ldi. Sodiqdir. Shu chaqda faqat Abu Bakrlam bo'ldi. Hech qanday taraddud yoki ikkilanish unda kechikib qilish yoki sal turib ketish unda ish bo'lmagan. Garchida bo'lsa ishondim deb iymon etganda. Jumlada hech qanday bir etikning kelmaganligi hamda pul zamat deganligini bildirganda. Hadisimo orqali keltandi. Lekin mishada aslim desa, qala aslam. Musulmon bo'ldim. Hech qanday orliq o'tmaylik. Garchida deyapti. İbrahim'dek bir zatның biltir әгіштің baş tartışqa bulmaydı. Ve vassa emde İbrahim sen taqa qanda qildi desa, yani manda qilgan da bunun tarifini qilib o'tirdim. Vassa yani tapılı dedi. Aş sözüne, aş muş yolunu zadi tutunlar deb bunun o'g'illarga, shu avlodiga tapılab ketdi İbrahim sen. Muş yolunu qat'i tashlamanlar, çın tutunlar, tavhid bilan turinglar deb. Dunyoda musulmon ketinglar dedi. Vassa degan so'zni Madina va Sham qariylari avsa biha deb o'qidi. Vassa biha. Mesela Nafi' ibn Amir deganlar. Bil millah, biha yani bil millah. Millet İbrahim'e. Ya ki bir söz, İslam sözü. Ve hiye eslemtu li rabbil alamin. Muş söz ne yani? Evlatlarımı tapılap ketdi. İbrahimu benihi. İbrahim oğullarına tapıldı. Ve Yakubu. Yakub mu oğullarına tapıldı demek. Ve ma'tufun ala İbrahim. Dâhilun fi hukmihi. Demek ikisi okşaş hükmünde. Yakub mu tapılap ketdi oğullarına dedi. Vel ma'na ve vassa biha Yakubu benihi eyda. Endi Yakup Aleyhisselam'ın balları neçitte, İbrahim Aleyhisselam'ın balları neçitte? Yakup Aleyhisselam'ın şey neçitte? İbrahim Aleyhisselam'ın 4 depti anladı. Demek İbrahim Aleyhisselam'ın 4 depti. 8 yıl 14 yılın bakın. Yakup Aleyhisselam'ın 12. Şem'un, Yahuda, Binyamin, Yusuf Aleyhisselam mesela. Şunun kırındaşları var mı? İhvat-ı Yusuf. İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail, Hak, yani Medin Mudan diyende bir balları var. Kalan balı peygamber emes mi ya ki?
Emas bo'lishi mumkin. Emas bo'lishi mumkin. Ya payg'ambar bo'lishi mumkin. Minhum man qasasna alayka va minhum man lam naqsus alayk. Tarixchilar 404 oldu. Ya 4 desa 2 oldu. 8 oldu 8 oldu. Biz o'zimizni kalımızda deb baqdan narsa biz bildig'ini Qur'onni kaget ishibki. Tarixchilar yana ishkisi bor debdi. Allohu alam. Ya baniya ala admarul qawl. İşada qala degan gap bor edi, ha? Yoki qailan degan. Ya İbrahim, Yaqub ikisi farzandlariga mushunda deb vasiyat qildi deymiz. Qailayni, ha? Ya baniya demakchi. O'sha so'z qildi degan gap mishada maxfiy bor edi. Ya'ni qala ya baniya innalloha astafa lakumud-din. Allah Taala sizlarga mush dinni tanlab rozi bo'ldi dedi. Ay a'takum ad-din allazi huwa safwatul adyan va dinul islam. Dinlarning eng suzmisi shu. Tavlang'ini to'g'risi din islomni sizlarga ato qildi. Va waffaqakum lil akhd bi. Sizlarni mush dinni tutishga muvaffaq qildi. Shunga erishdinglar. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Shunga ta degan tafsiriya bu. Shunga deymiz. Bunda bo'lgandikan, mush ne'matni ato qilgandikan, va'sa qilgandikan, bunda bo'lgandikan, mush ne'matni ato qilgandikan, mush qadriga yetib, mush obdan loyiqida ish qilinglar. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Shunga sizlar musulmon holat ketinglar dunyoda. فلا يكن موتكم إلا على حال كونكم ثابتين على الإسلام. Sizlarning o'liminglar faqatlam islomda mustahkam sabat holda turgan chaqda andan bo'lsin. فالنهي في الحقيقة عن كونهم على خلاف حال الإسلام. Yani İslamdan başka bir ahvalda ölüp kalmalar demek. Bunda halatı bulmalar dedi. Yani ölgen çağınlarda İslamdan başka halatı bulmalar. Kekavlike la tusalli illa ve ente khâşi'. Sen huşu hududan bolsanlar, müşahalatla namaz okumda başka halatı namaz okumayın. فلا تنهاه عن الصلاة. Yani namazdan tosmayı vatıda bu. Lakin huşusuz okuma demekçi. Walakin an terkil huşu fi salat. Yani huşu'nu terk kılma demekçi. Demek Müslüman halatı davamı şunda bol. Başka halatta kitap kalmayı sayardı. Ya ölmedi, öleştiğinin tostan gap yok dedi. Lakin Müslüman emas halatta kitap kalmayan demekçi. Em kuntum şuhada'a id hadara Yaqub al-mautu. Sila Yaqub'a ölen kelgan vaqtida siz beshida qarab turgan mutanlayadi. Ko'rib turgan mutanlayadi. Müşahadatimiz deb turibmiz. Bunun altına bizning vahiy orqali ulashning oldida bunda topilib ketgan deb qislar. Yo'q, unda emasdi deydigan bir ma'noying yo'q. Chunki unda emasdi deyishing uchun, sizlar shu o'lgan sakrat tushib, bosh vaziyat qilgancha boshga qarab turgan bo'lsangizda, u chaqda yo'q, unda da topilmagan, Yahudiy bo'lib ketinglar, bunda bo'lib ketinglar topilganda deb turibsanglar aqtdi. Bu sizlar boshga qarab turmagan ekan, bizning hozir nim desak, ma'qul demay shar yo'q. Am munqati'atun dedi. Munqati'a muttasil deb ikki ayirgan tuqqanni. Hemiz bilan savaun alayhim andartum am lam tundir degan ma ikki tarafi bo'lsa, bu muadila muttasila bo'ldi. Mawa o unda hamza uni kelmagan bo'lgan ekan munqata bo'ldi. Bu odatda bal ma'nosida keldi. Taqrir ma'nosida. Va ma'nal hamza bu yerga hamzaning ham yerda hamza ma'nosida keldi. Ya. Am munqati'atun va ma'nal hamza. Ya va ma'nal hamza ayg'in o'xshaydi. Va ma'nal hamzati fiha al-inkar. Demak, ya bir xil istifham inkaridakin. Ya sizlar ularning beshida o'lim kelgan chaqda beshida ba'mitdinglar ya, qarab turganmidinglar ya. Lekin g'ing-ping qilolmaydinglar. Yahudiy ulanlar, ya Nasara ulanlar. Belki o Yahudiler degan bo'lishi mumkin-ku. O'sha nima o'lib ketgan chaq payg'ambarlar o'sha Yahudiy ulanlar, u bo'da bunda topilgan deb turishi mumkin. O'zlarini da'vo qilish mumkin. Yaqub alayhisalom kimning o'g'li? Ishaq İbrahim alayhisalomning o'g'li. Naq İbrahimning nevrisi bo'ldi Yaqub. Al-Karim ibn Karim ibn Karim ibn Karim Yusuf alayhisalom. Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn İbrahim. Ve şuhada cem'u şehid bima'nal hadir. Yani şehit degan içeride şu tutugan ba bo'lgan kishilar. Vagfir li shahidina ve g'aibina degan duo. Bizim sorun bağlarımız ne? Ve bu sorun yok. Başka yerde turib qolganlarning mag'firat qil degan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Ay ma kuntum hadirina Yaquba alayhisalam id hadara al-maut. Yani niyalka hazır em deganlardir. Bunda da famin qilib, yani natijasi nima buning ma'nosi? Yaqub alayhisalom o'lim kelgan vaqtida sizlar ustida emasdinglar deymiz. Ay hina qadaradim-do. Yani sakrat tushgan vaqtda. Wal xitabu lil mu'minin. Biyada kuntum yani xitob mu'minlarga debdi. Ma bir qarash hozir. Bima'na ma shahidtum zalik. Sizlar uning ustida turmagan, ko'rmagan uni. Ve innema hasalakum ilmu bihi min tariq al-vahy.
Buni faqat şu vahiy orqali ondan bildinglar dedi. Endi ikkinchi tafsirda birinchisi munqati degan. Endi deganda muttasila desak, ya'ni muadila va yuqaddar qablaha mahdhuf. Bu yerda oldida bir mahzuf bor deymiz. Chunki endi muttasila desak, uni bir tarafı var, yana bir tarafı var. Qanaqlik narsa bu? Şu muadila tamponliq bor turdi. Savolni olayim. Anzartum am lam tunzirum. Oldida bir anzartum va am lam. İkisi manda yoki manda deganda ikki qanti bor. Yani bunun bir qanti nada bu amnan desa, bu yerda bir mahzuf bir so'z bor. Bu xitob bu chaqda yahudiylik qartab. Yani sizlar Yaqub alayhissalom Yahudi yo'lini deb topilgan unda bunda deysizlar. Lekin vafot bo'lgan chaqda siz boshsiz tug'an muttonlar degan tariqada. Diyandan kanu yaquluna ma mata nabiyyun illa alal yahudiyya. Çünkü ular qanday bir payg'ambar o'lib ketganlar bo'lsa, Yahudi dinida ketibdi. Shu Qur'onga ma kana Ibrohimu yahudiyya va la nasraniyya, walakin kana hanifan muslima deb raddiya bergan. Ka'annahu qila xuddi masalan unda taqdir qilsak ma'nan jarayonni atad'una 'ala al-anbiya al-yahudiyya am kuntum shuhada id hadara yaqub al-maut. Sizlar payg'ambarlarga mush yahudiylik dinda yahudiylikda deb da'vo qilamsizlar yoki sizlar o'lib ketgan chaqda shu sakratik chaqda ustida tug'anmidinglar deganman. İz qala shu chaqda bunda deganda deydi. O'z vaqtida shunda degan. Badal min idil ula. Boshqa idin badal ekan. Wal amil fihima shuhada. Bu odamda buning amili shuhada dedi. Yani şu chaqda degan chaqda sizlar ustida tug'anmidinglar. Al shaytum hadal vaqt degan manda. O zarfun li hadara. İz qala degan bu vaqt emasmi? Shu chaq desak, bu Yaqub alayhisalom o'lim kelgan chaqda mandaq dedi degan bo'ldi. Libani, yani şu Yaqub alayhisalomga o'lim kelgan chaqda, shu chaqda o'g'illarga manda degan dedi. Libani ma ta'buduna? Ma istifham fi mahall an-nasb bi ta'budun. Ay shay'in ta'budun. Nimaga ibodat qilsizlar degan manda. Va ma 'amun fi kulli shay. Bu ma degan hammani o'z ichiga oldigan. İnsan bo'lsin, yulduz bo'lsin, qanday bir narsa ya tağut olamdı. Ev huwa sualun an sifatil ma'bud. Yoki bu ma'budning bir sifatini so'rayapti. Qanday bir sifatlik ma'budga ibodat qilasizlar dendi. Kama taqul ma zaydun turid afaqihun am tabib, yani uni zaydning sifatini so'rayaptilar. Bu insonligini, shunda odamligini bilasizlar. Lekin bu nima bo'lsa doktor yani degan. Min ba'di, mendan keyin nimaga ibodat qilasizlar? O'limimdan keyin demakchi. Xuddi bu yerda hozir İslam üstü şanturunla dep aşuladın bir vədeli otudum. Müstakim vədelep xatircem bulmakçı. Yaqub alayhissalom şu. Ne üçün? Bu balalardan da bir çatak görülmegen bu oyutta. Ne üçün degende bu Yaqub alayhissalom, Yusuf alayhissalom atısını kırındaşlarını eklep aldınız Mısır'a. Eklep algandan keyin Mısır'da onunla bunun ibadet kılığını baktı. Bağlangan diken, yapılsam bunu körüp, muşulla aralışıp yaşagan diken, balalarımı keyince bunda muşulun ibadet kılgan, çokunduğan, tindiğen neslerge kılamı dep ensirep, öleş alıp taz vədeli olaydı. Taz tapılı olay bulduğa dep andın değil. Şu vədeliş üstten, tapılaş üstten davet edin. Min ba'di menin ölümün iken. Yani ki balaları cevabında kalu na'budu ilaheke ve ilahe abaik. Senin ilahin ve atbularının ilahi bir zatla ibadet kılamaz. Hatırcam bol. U'ida zikrul ilahi li'alla yu'tafa ala'd-damiril mecrur bidun i'adatil jar. Onun için na'budu ilaheke ve ilahe abaik deb ilahni işqatın tekrarladı dese, bu yerda eğer bunu işqatın tekrar atf qilib qolsa, qanday na'budu ilaheke ve abaike degan bo'lib qoldi. Bu yer xuddan da sening parvardigoringga va ata-bobolaringga ibodat qilamiz deganda unda bir gap sal nima bo'lib qoldi. Shunga unda ehtimollikni ko'tarib qayta takrorladi so'zni. Abakem, mana bu abaning badallariga bu atf bayan yoki badal deganda. İbrahim, İsmail, İshaq. Bo'laring shu. Atf bayan mana. Ash abani bayon qilib turadi. Wa ja'ala İsmail min jumlati abaihi wa ammu. İsmail aslida Yaqub alayhissalomninki tag'isi İshaqning o'g'li bo'lgandan keyin İshaq bilan İsmail bir tuqqan bo'lgan. İsmail Yaqub alayhissalomning tag'isi bo'ldi. Lekin bolalarini abaik deb dadasining qatori qilyapti buni. Li'annal amma abun. Chunki tag'imo dadasining o'rnida demakchi. Qala sallallohu alayhi vasallam fil Abbas hada baqiyatu abai. Mening ota-bobolarimning bir tavaruki bu, qoldiqi. Bunun başqa bir nima yo'q bunun demakchi. Abai degani shuni chigizat to'mana deydi.
Lekin Sahih Buxoriyda, Muslimda Ammurajul Sunna Abi masayam. Lekin bu kitobdagi rivoyat ajroq. Ammurajul Sunna Abi degan nima degan bo'ldi desa, o'qishi desakmi bo'ldi. Lekin sunna degan masalan bir shaxsdan ikki kitоб chiqqan bo'lsa, bu sunvan oldu. Sunvanun va g'ayri sunvan deb baqo. Demak, tag'i bilan u dadining tigi bir odamga dadisi bir shaxsdan chiqqan ikki kitоб o'xshash deydi. Yani dadiga o'xshash demakchi ham asosan. İlahan vahida. Bedel min ilahi abai. Ata-bobolaring ilahidan bedel deb qo'yibdi. Endi bu yerda aslida bu ta'kid uchun kelgan deymiz. Xuddi masalan, ilahaka ilaha abai desa bunda qilsa, xuddi bu ikki iloh borligidek, bunda bir nima bo'lib qolgan ekan, sening ilohing va ata-bobolaring ilohi bir iloh qilam ergishimiz, shuni bilan ibodat qilamiz deb bir iloh deganni ta'kidlab qo'ydi hozir. Ehtimollikni yo'qotibdi. Bedel de bırakmadın Bedel. Bedel ki işkilistin bedel bu hazır. İşkilistin bedel. İşkinin orunda ma birini koydu yani işkisi şu bir ilah şu. A'nın ilahıymış o, ma'nın ilahıymış o. Ke kavlihi bin nasiyetin kâzibe. Nasiye de onu nasiyene yana kayıtıdığına tekilip koyasımdı. Kanda nasiyetin kâzibedir. Endi bu yerde ma ayetke nima uchun o'xshatdi desam mufassir hazır. En-nekira yakunu bedelan min al-ma'rifa demakchi. Hozir ilahaka degan mudofun dey. Bu hozir ma'rifaning o'rnida shunama ilaha bak degan ma'rifa hozir. Kinandin bu ikki ma'rifaning o'rniga hozir ilahan vahida deb nakiradan shuni qo'ygan. Bu joiz bo'lmaydi deb turibsa, yo'q apandim unda emas. Joiz bo'ldi. İlahan deb qo'ygan bo'lsa joiz bo'lmaydi. Ilahan vahidan deb sifatlagan ekan, bu nakirlikka aslan yo'qolib ketgan bo'ldi. Bir ilada tunishtirgan ekan, ma'rifada ko'rib ketdi. Ma'rifadan o'rniga badal bo'la oladi demak. Xuddi masalan bin nasiya deb bu ma'rifa, an-nasiyatin deb nakira keldi. Lekin og'ir kadibining sifati bor demak. Sifatlangan nakira ma'rifatning Sifat bo'lgandan sifatlasak biz uni tunishtirgan nakiraga aslan yo'qaydi. Ahmad desa, doktor Ahmad desak darhol tushungandek masalan. Kitob desa, tafsir kitobi deb qo'ysak deb tushungandek. Bu tunilgan narsa bo'lib ketadi. Aw nusiba al-ixtisos yoki ilahan vahida deganni mushunga xas mushunga ibodat qilamiz degan ma'no bo'ldi. Qanday bu ixtisos emas, ta'kid deymiz. Ta'kid. Ay nuridu billahi abaka ilahan vahid. Demak, aslan ata-bobolaringning ilohisining ilahin degandan biz mushu bir ilohni maqsad qilamiz. Mushun xas mushun ibodat qilamiz dedi. Endi nima uchun Ismoilni Ishoqdan ilgari dedi? Savol. Masalan, İbrahim'e ve İsmail'e ve İshaq dedi. İsmail'le İshaq ikkisi yutuqqan. Nima uchun endi uni oldiga qo'ydi? İsmail'in ismi cho'ng o'xshaydi. Hech cho'ng. Cho'ng o'g'li. Hech cho'ng o'g'lini kim boshladi? Lekin xristianlar ilahi qurbanlik qilib apag'ini ishaq deb turadi. Hatta musulmon olimlarning ichida bu man huwa zabih desa ishqil qarash bor. İshaq deydiganlar va İsmail deydiganlar. Lekin İsmail deganning qarashi shu kuchli. İslam olimlarining ichida shu kuchli. Ammo ahli kitoblar bu İshaq deydi turadi. Ya'ni shu bizning tarafni desak yaxshi fazilatli bo'lsa yaxshi, bizdan bo'lsa fazilat deb shunga Rasulullohga birisi kitob qilgan chog'da Yabnir Zabihayn deb kitob qilgan. Birisi İsmail, birisi Abdullah. Çünkü Abdülmuttalib elaka quduq vaqasi nima qilgan nazr qilgan chog'da bu musho Zamzam quduqini tepib nima qila olsam, shu 10 o'g'limdan birisini qurbonlik qilaman degan. Degankin chek tashlar va shu Abdullah chiqqan. Axir Abdullah qurbonlik qilingan bo'lgan. Bo'lgandan keyin chidamay yana boshqalar maslahatlar yurib, kahin ko'rib, axiri yuztaga qurbonlik qilsam o'sha o'rinda bo'ldi deb yo'l chiqarib bergan ekan, undan bu qurbonlik qilinishdan saqlanib qolgan. Shu Ibn Zabihayn degan bir rivoyat bor. Va nahnu lahu muslimun. Ya'ni biz uningga to'liq unda bo'ysunuvchilar durmaymiz. Halum min fa'al na'bud. Ibodat qilamiz, yana shunda bo'ysunimiz. Xotirjam bo'l. Aw jumla ma'tufa ala na'bud. Ibodat qilamiz, yana bunda to'liq o'zimizni topshiramiz, butun vujudimizni degan bunda atf qilgan bo'lishi mumkin. Aw jumla i'tirodiya muakkada. Ya ta'kidlab qo'yish uchun qistirma so'z bo'lishi mumkin dedi. Tilka ummatun. Asho shundaq bir ummatga unda o'tib ketdi dedi. İşara ilal ummatil mazkura allati hiya İbrahim.
Şu tilg'angan ümmetlerini demekçi. İbrahim, Yaqub ve onun farzandlari şu Allah Teala'nı yakiganda tevhid aqidasiyle ötken zatlar. Ummetun kad halat. Ötep ketken bir ümmet. Leha ma kesebat ve lekum ma kesebtum. Qilgan ishlari ularga, sizlarning qilgan ishinglar sizga bo'ldi. Ay anna ahadan la yanfa'u kasbu ghayrihi mutaqaddiman kana aw mutaakhira. İlgiri kim bo'lsa, o boshqaning qilgan amali uningga foydasiz. Fakama anna ulaika la yanfa'uhum illa maktasabu. Xuddi ular o'zi qilgan narsadan foydalanib boshqadan foydalanmagandek, fakadalika antum shunga o'xshash sizlarmi faqat o'zingizning qilganlardan foydalansizlar, ularning kedim foydalanmaysizlar. Shunga bekarga faxrlanib, unda kiranlab ketish to'g'ri emas. Nima deydi bu bunda? O'zi ish qilmay ota-onasidan faxrlanish qarta deyilgan. Laysal fata man yaqulu kana abi, walakinnal fata man yaqul ha ana da. Amma ota-onalar balalarning yaxshi amallaridan foydalanmadi. Foydalandi. Ama unda mutlaq emas, lekin bu aslında o'zi ish qilmay atam bunda atamın falanın balısittim, falanın nevristtim dep şu nimadan bunda İslam aldığına qarta deyilgan. Suratul Kahf'ta ve kana abuhuma saliha fa aradna. Anıken ata-onasi yaxshi adam deydi. Yani ki yaxshi adamning balları bo'lganki ata-onasining yaxshiligidan balları foyda etdimi? Foyda etdi. Ondan valadun salihun yad'u lahu desa duadan onun foyda etmayotgan deydi. Amma uni bak kang da'irni qilib hamda dua qilmasmi, etish qilmasmi bunda bo'lib ketadi desak bo'lmaydi. Va la tusaluna amma kanu ya'malun. Sizlar ular qilgan narsalardan so'ralmaysizlar. Yani ularning gunohini sizga yuklanmaydi. Sizning gunohing ular yuklanadi. Va la taziru vaziratu vizra ukhra. Bu yerda dadınınki qilgan ishlardan so'ralmaydigan balaninkidan so'raladi. Balani millat tarbiyasini ya tarbiyalash shunda o'zining aşı. Dadı o'zining ishi o. O'zining vazifasi. Balalarni yaxshi tarbiyalash, namozga buyurish. Ama ishlar o'zini qilmasa, uning so'raldi. Lekin hamda aşı ishlarni qildi. Ki adam o'lib ketibdi, o'lib ketgandan keyin u balasi yani 50 yil, 60 yil umr ko'rdi. Shu jarayonda endi usallik qilgan bo'lsa, ota-onasi uchun javobgar bo'ldi. Bo'lmaydi. Ota-onasi shu vasiyatni, ahkamni joyiga qilgan bo'lsa, shu olim deydi. Balani boshdan tortib onasini tanlash kerak. Yaxshi sog'li, diyanatlik, pok oildan qizni tanlab oladi. Onkin farzandda qo'saq tishlardan tortib uning halol yegizdi, halol kasbidan. Tulgandan keyin shunda, ondan 7 yosh chigan qadar shunda yaxshi tarbiyalab ma'noda namoz buyurdi, namoz o'qishni o'tidi, uniki ilm ma'rifat o'tidi, halol yegizdi. Mushuni aslida anda qilmasa, uning majburiyati. Hatta ayetni o'qimizda Yaqub alayhissalom o'lib ketgich bolalarni nasihat qilib tarbiyat qildi. U anda shu bolalarga xayrlikni qattiq so'yganlikni, erismanlikni, bolalarga yaxshiliklar bo'lsa yetkazishni xohlaydi degan. Shunday qilsa, shunda bir tablo o'tayan bolalarning keyinchi birining qo'nishida. Va qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Yani Yahud nasaralar, Yahudi olanlar, Nasara olanlar, ana shunda desang hidayet topsizlar deyishdi. Yani bu yerda o'tganki oyatda deganimizdek Yahudlar har ikki birlikda Yahudi Nasara bilan demadi. Ayrim dedi. Yahudilar Yahudi olan dedi. Nasaralar Nasara oldu. Hozir ikkisini bunlarla keldi. Bundan çünkü odatda buni anlagan odam ikkisini unda aralashtirib qolmaydi. Çünkü her bir taifa Leyseti Nasara ala şey dedi, yani Leyseti Yahudi ala şey birbirine onda hata deyişilgan boğandı ki ikisi onda dile demeydi bunu. Ayrım dedi. Ey qalatil Yahudi kunu huda ve qalat Nasara kunu Nasara ve cüzime tehtedu li'ennehu cevabul amr. Yahudi Nasara bulanlar dedi. Bu saknın bulmak ise cevabı tehtedu. Hidayet tapsılar. Kul bel millete İbrahim hanife. Ettin ki ya biz İbrahim milletiga erişimiz, yani İbrahim milleti bo'lamiz. Millete İbrahim degan bel nettabi'u millete İbrahim. Nettabi' deganni taqdir desak bo'ldi. Nekunu desak bo'ldi. Hanife degan asli ma'nosi. Hanife degan ma'il degan bo'ldi. Ma'il degan bo'ldi. Endi ma'il degan bu nima ma'il desa, batil yo'ldan haq tarafga ma'il degan bo'ldi. Hanife degan tarafga ma'il bo'lgan shu İbrahim alayhisalom millati demek.
halu minal mudaf da mana dikkat kılın. Bu Hanife diye mudafın ileyden hal depti. Yani milleti İbrahim'in altı dedi. Batıl dinin hak dinge mail boğan İbrahim'in milletiga erişmez. İbrahim'in milleti bulamaz dedi. Hem de yani bir qarashni desek halu minal mudaf desek şu milletin halı. İbrahim'in ahki mail boğan milleti. Ya şundan bulamaz yani bu. Nahu ra'aytu vecahi indin qaimatan. Şunga o'xshash dedi. Hindin hal dedi qaima degan. Vejhidin emas. Vel hanif degan mana al-ma'il an kulli dinin batin ila dinil haq. Hanifdan tarif qildi. Barliq haq bo'lmagan dinlardan haq dinga mayil bo'luvchi. Shunga yuzlanguchi degan. Hanif degan asl lug'at ma'nosi shu. burilish, mayil bo'lish. Hunafa degan shu. Hunafa lillah. Ve ma kana minel müşrikin. İbrahim aleyhisselam da onun milleti, onun ergeçkenler müşriklerden emeste. Ta'rid degenen manda daritli söz. Da tekbizip koygan söz. Hazır sen güyle müşrikler demek şey. Ha? Adette biz silah uğraşıp kalan çağda uğramasman dese, yani sen uğra deyin gibi. Kaçta ahli bek buldu onu. Daritli gibi. Şuna Kur'an-ı Kerim'de mi? Meryem Sallam'a "Ma kana abuki imra'a saw'in ve ma kanat ummuki baghiya." Müşrik aqasi. İslam müşrik demek ki. Ağlam da sizce olsa şunda müşrik emeste. Ta'ridun bi ahli kitab ve gayrihim yani. Ahli kitab ve başka müşrikler ve kezalarına ta'rid yani. Bu müşrik demek. Yani kullan minhum yedda'i ittiba millet İbrahim. Bunun hemmesi İbrahim Aleyhisselam'ın milletlik erişin dava kılıdı. Lekin ameliyatda müşrikler bular. Kulu hada kitabul mu'minin. Yani avlamda kulu hudan ve nasara tahtudu degan ekan musulmonlar qalab tumaydan u gapga. Vaqtida qo'yish kerak. Nindaysa Alloh taolo uyutadilar. Islomda danlar. Xuddi jangda Abu Sufyan binas desa musulmonlar sekular debtosi manda danlar. Mesela oğlu Hubal deb jangdan ikki tarafında binas deyishidi-ku. Yani Resulullah Allahu A'la ve Celle danlar. Ondan yani onda bunda ise katlana fil cennet ve katlakum fil nar deb vaq joyida qo'yib qo'ygan. Musulmon deganda bosh kelmaslik kerak. Kafir mushrikning oldida gapni o'tirib qolmay, bu gapchida javob qaytara oladigan bo'lish kerak. O'tilchayna bu yaqilab tutmaymiz. Alloh mavlana va la mavlana. İzzet mu'minlarga bo'lgan ekan على الكافرين إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين قولوا demek asla mandadanlarda bazı ütüvatıdır. Hada hitabul mu'minin. Ama tefsirga asasen müminlerge hitap vardır. Anına cevaben manda cevap qaytarınlar demekçi. Muş doğran hitabul mu'minin degan muş qarash to'g'ri. Chunki oyatin oxirida fa in amanu bimithli ma amantum mana. Siz iymon etganga iymon etsangiz hitabul mu'minin deymiz. Yani yana bir qarashda lil kafirin deydi. Xuddi endi avval manda degan ekan ularga da'timiz manda danglarsizlar. Bizni Yahud Nasara bulanda tashviq qilmay, sizlar manda danglar. Sizlar bizga kelinglar deymiz. Ay qulu litakunu alal haq. Haq ustun bo'lish uchun manda danglar. Va illa fantum alal bal. Munda demasanglar, sizlar batil ustun bo'lsizlar. Nima deysizlar? Amanna billahi va ma unzila ilayna. Sizlar o'zingizning o bizga ketgan diniga tashviq qilmay bizning madinamizga kelinglar. Manda danglar deb kelin shahodat etishni o'tib mesela, manda qilyapmiz. Amanna billah, Alloh iymon etdik. Bizga nazil bo'lganiga iymon etdik. Agar ahli kitob qatorsa Tavrat va Injil man deydi. Mu'minlar esa Qur'on deymiz. Va ma unzila ila Ibrohim va Ismoil va Ishoq va Yaqub va al-asbat. Qur'onga va ash payg'ambarlarga ularning nevri avobatliga tushgan suhuf ne demek? Suhufi İbrahim ve Musa demek. Aynı sayfelerdeki işinmez demek ki. Vel asbab as-sibt al-hafid yani nevra demek ki. Nevra, peynevra, kükün nevra şu vakıza mısın? Ve kana Hasan al-Hüseyin sıbtay Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hasan Hüseyin radıyallahu anhuma. Resulullah'ın işki nevri sitte. Şunama. Vel asbat hafadat Yaqub. Zarari ebnaihil 12. Yaqub'un 12 oğlu vardı. Şu önce oğlununki tüştüdün boğan balla
Yakup Aleyhisselam'ın nevirleri oldu. Asbat ise Yakup Aleyhisselam ve Asbat ise Yakup Aleyhisselam ve onun nevirleri diyen buldu deydi. Türkçe degenler var. Resulullah'ın ülke mesela kız tarafından gelgenler sütüden. Oğulların boğanlı mı dedim ona. Yani bu yerden onda desek buldu. Yakup Aleyhisselam'ın nevirleri dedi işte ama. Yakup Aleyhisselam'ın balları bağlanmış. Neymiş ya? Ve Asbat diyen Asbat Yakup demedi. Ve Asbat diyen iken İshak'ın nevirleri oluşu mümkün. İshak'ın nevirisi Yakup Aleyhisselam'ın balları oldu. Ondan iken İshak'ın ki oğlu Yakup. Yakup'un 12 oğlu, 12 oğlunun balları. Her biri yani birisi karta nevirisi oldu. Ve Asbat yani. Lekin ya da İsmail'ini desek ondan tutuşudu. Ve yuadda unzila bi ila ve ala. Unzila ila, unzila ala da çıkışla mutaddi buldu dedi. Mağribi çelço. Felide orada huna bi ila şuna miyada ila da geldi. Al İmran'da ala da geldi. Mesela ve ma unzila aleyna ve ma unzila ala İbrahim da geldi. Ayın bir ayet. Ve ma utiye Musa ve İsa ve ma utiye nebiyyuna min Rabbihim la nufarriqu beyne ahadin minhum. Yani bizge tushgan kitobga İbrahim, İsmail, İshak, Yaquba onun nevirleri, farzandlariga tushgan sahibilarga emas. Yani Musa alayhisalomga, İsa alayhisalomga, bosh ismini atamagan butun payg'ambarlarga Robbilaridan kelgan vahiy kitoblarga ishonamiz. Ularning hech qaysini bir-biridan ayirib, bunda birisiga ishonib, birisiga ishonmaydigan ishni qilmaymiz. Danglar edi. Ay la nu'min bi ba'din wa nakfur bi ba'd kama fa'alat al-yahud wa an-nasara. وأحد في معنى الجماعة بين أحد أحد جاء هذا جماعة معنى أحد جاء يلوز برنامج لكن bu cemaat manasıdır. Velida sahha dukhul beyne aleyhi. Eğer bir kişi olsa bir kişinin oturdu diyen gap olmaydı. Cik adamın oturdu diyen bu kişinin oturdu, şeylerin oturdu diyen de. Lekin bir kişinin oturdu diyemeydi. Bu cemaat manası olan iken oturdu dedi. Yani ularının oturduğunu ayırmayız. Nim için ahad müşahede fi manal cema'a? Lianna ahad adil müşahede fi siyakın nef la nufarrik la diyen söz var. Olan iken fi siyakın nefi olanı fetufidul umum. Ennekere fi siyakın nefi tufidul umum diyen kaydı var. La ahada fil dare la ilahe illallah diyendir. Onda olan iken ondan beynine idafet kıysak doğru çıkılar. Fi manal cema'a olan iken beynine idafet kıysak beynehum diyendeke beyne haula diyendir. Bular orada değil. Ve nahnu lehu muslimun. Yani biz de bunu ihlas bilen tuluq boysunuvchilar durmayız. Bunda danlar edi. Fe in amanu yani shunda desanlar Yahudi Nasara bulanlar debdi, hidayet topishlar debdi. Bizga ularni haqqa tashviq qildik. Tashviq qilib, manda danglar, iymon aytinglar, manda danglar dedik. Yani degandan keyin bu haqqani anlab bular. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Sizlar ergashganmish haq dinga ergashib qolsa, so'zingni qabul qilib, bu chaqda hidayat topgan bo'ldi. Asli uning maqsadi hidayat topishdi-ku, hatta sizlarni da hidayat topishdi. Lekin sizlar manda desam qabul qilsa, ular hidayat topgan bo'ldi. Zahir ayati mushkilun dedi. Oyatning unda darhol bundan qarashga ko'rinib turig'ini azroq tushunishsizlik bo'lib qoldi dedi. Xato tushunish. Li'annahu يوجب أن يكون الله تعالى مثل وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. هذا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم. قدام ده فإن آمنوا بمثل الله الذي آمنتم به. ده مش قلده ده. Allah'ın misli yok, mislisiz zat. Ya bunun bir misli ibadetikum, bir misli ihlasikum ya bir misli imanikum dese buldan. İmanikum. Şu an bunda deppak qaldı var. Deppaktan bunun karta fakir el-ba'u zaide depti. Bunda mı deppak? Ba diyen zaide deganimiz, zaide degan söz Kur'an-ı Kerim'de Arap numları kesit muakkida degan ma'no tushunamiz. Zaide degan bunun hech qanday rol yo'q, bu bakamında olan kapağın ziyade harf yo'q Kur'an-ı Kerim'de. Lekin zaide degan muakkida demakchi, ta'kidlashgan. Xuddi masalan fa in amanu mithla ma amantum ism bo'ldi-ku. Ma'no joiz bo'ldi. Lekin ba'na keldan oyatni ta'kidlash uchun. Ve mithlu sıfat masdar mahzuf takdiru fe in amanu imanan mithla imanikum. Mamandar zek şudur dedi. Vel ha ya'udu ila Allah azza ve celle. Bihi diyendike ha Allah Teala qaytıda. Ve ziyadatul ba gayru aziz. Yani o ba'ni ziyada qilish degan ko'p. Bak unda nadir emas demek. Gayru aziz degan ko'p uchrab turdi arab tilida. Qalallohu Teala vellezina kasabus sayyiati jazaa'u sayyi'atin bimithliha.
والتقدير جزاء سيئة مثلها demek. كقوله في الآية الأخرى وجزاء سيئة مثلها dedi. Yani beğendimede, ayada beğene geldi. İkisi okşaşmayanda dedi. Bunda beğene ketip koyduğu ahvalı bağ. Arap dilinin kaidesi bu. Gayru azizun. Yani şai' demek ya. Munteşir. Adette lügat köp uçuraydigan iş bu. Onu anda adette köp uçuraydiganken bize iş qasın inkar qilamiz. Bunda iş yo'q, lügatda deydigan gap bu. Hammadan bilamiz buni. Lekin bir misal kelib bizni eslatib qo'ydi. Vaqila al-mithl ziyada. Ba'zida misl degan so'zning o'zi ta'kidlan, bunda ortiq kelgan so'z. Ay fa in amanu bima amantum bihi. Bimithli ma emas, bima amantum desek bo'ldi. Yu'ayyidu qiraat ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bima amantum bihi. Ibn Mas'ud bunda o'qitgan. Xuddi masalan va shahida shahidun min bani Isroila ala mithlihi dedi. Ala mithlihi. Yani alayhi demek. Misli ortiq. Zaman alayhi degan gap mi? Ala mithlihi degan alayhi degan gap. Misli degan so'z ortiq keldimi kam bo'ladi? Ortiq keldi. Yani arab tilida endi ortiq kelish bor. Va ma bima'na allazi. Bimithli ma deganniki ma allazi ma'nosida mavsul. Bidalil qiraat Ubay radhiyallohu anhu billazi amantum bi. Ma qiraat hozir ma'nosini yishibadi. İman etqan nasigaring. Wa qila al-ba lil-isti'ana ka qawlika katabtu bil qalam. Demek aşının yardımla bunda yazdım degan ma'nodagi narsa. Bu har xilda tahlil ekan. Ay fa in dakhalu fil iman bi shahadatin misla shahadatikum allati amantum biha. Yani imanға mushuning yardım bilan, yani mushuning bilan bunda kirsa degan ma'nodagi. Yani buni aslida lug'atni arab tiliga sal pishqa odam, bir malaka bo'lgan odam bunda unda kashilva deb nima qilmaydi. Ajamlar balki bu qanday gap, bu bunda debda kallas kep qilishi mumkin. Lekin shundan ajamning arasida yashagan odam bo'lgan, buni sharhlab, izohlab arab tilida bunda ishlar bor deb buni tushuntirib qo'ydi. Bo'lmasa ba'zi tilda ba'zi tilda yo'q bo'lishi mumkin. Chunki bundami shulamda qabul qilmaydigan ahvol bor-ku ajamlar. Va in tavallaw demak iymon etib qolsa, hayot yaxshi bo'ldi, o'chada hidoyat topgan bo'ldi. Agar bu haqni anglamay, unumay, yüzü örüsü, sizler degan so'zni anglamay yüzü örüse, velam yunsifa insaf qilsa, aw in tavallaw an shahadati va dukhul fil iman ba. Yani shahadat keltirmay, iman etishmay tursa, fa innama hum fi shiqaq. Ular amaliyotda qanday holat ustida olsa, adovat va sizlarga qarama-qarshilik holatida bo'lgan bo'ldi. Xilafin va adav. Shiqaq degan shiq degan bir tarafi degan. Bunda daryoning unda ikki yoqsi bo'ldi, bir-biriga qarab turgan, bir-biriga qarama-qarshi. Va man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda va ittaba ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam va sa'at masir. Yushaqiqir rasul degan rasul moyoqda, u yoqda xuddi ikki safadir qarama-qarshi tushdi va jang qilmoqchi bo'lgan qarama-qarshi saf degandek. Safni qarama-qarshi qilsa degan gap. Adam yoda فإنهم في شقاق. Sizlik qarama-qarshi saf tuzgan bo'ldi. Qarama-qarshi tug'an bo'ldi. Va laysu min talab al-haqq fi shay. Va haqni izlamaydi ular. Qat'iy. Agar haqni izlaydigan bo'lsa, mushunda chiroyli mushunda pokitligiga qarta qachi iymon etibdi. Demak, bu kajlik qilib, takabburlik qilib, haqdan bosh tortmoqchi edi. Yani shiqoq degan so'z bo'lgan ekan, nima bo'ldi? Qarshilish bor. Qarshilish bo'lgan ekan, adam o'lash, ashunda qilishli bilan, nezil bilan chepish ishlar bo'ldi. Bo'lganki hozir mo'minlarga azroq nima bo'ldi? Bir endi xavf oldida degan bir nima keldi-g'anda. Falon inson bilan qarshilashdi degandan tutishiga o'xshaymas. Degan bir nima kelgandiki Alloh taolo xotirjamlantiryapti. Fasayakfikahumulloh. Xotirjam bo'l. O sen qarshi turgan bilan ular, sen dushmanlashgan bilan Alloh taolo sen ig'ildi, xotirjam bo'l deb ko'ngilni xotirjamlantiryapti. Damanu minallohi li izhar rasulihi alayhim. Allah Teala ben onları kipel. Sen xotirjam bo'l, sen onların üstüne g'olib kelsan. Ensirab ketmasan bo'ldan bundan qarshilashib tutishga o'xshaymiz da. Hatta yani bu mu'minlar uchun mu xotirjamlantirish. Yani Allah Teala fasakfi ka degan bo'lsa-mu Rasulullahga, çünkü Rasulullahni o'ldan anda aman qilib, uning ustidan g'olib degandan keyin shu mu'minlar g'olib bo'ldi degan. Yani billa bo'lgan ekan. Rasululloh bilan billa jihad degandan keyin mu'minlar billa g'olib bo'ldi. وقد أنجز وعده الله تعالى مشوادسنا من فسيكفيك من الله ده وعده خاطرجم بول انسرما ده buna vücut çıkardı dedi. بقتل بعضهم وإلى بعض. Mesela Beni Kuray'dan hemmine ötürvette, kırvette. Şuna olsa bazı şirkette, bazı nime kıldı. Ve ma'na sin, sinnin manası
Feseyekfikehumullah degandiki sening ma'nosi anna dalika illa mahal o cho'qim bo'ludi, bunmay qolmaydi. Lekin azroq kechiksa-mu hamini bo'ludi. Ya'ni biz sinni tarjima qilgan vaqtimizda pat yaqinda, pat arada deymiz. Uzunga qolmay, pat arada bunda bo'ludi. Ja uzun qolmay zada mushu oyat tushgandan balki bir necha yil ishidilar. Savfidan yaqin. Savfidan yaqin. Va huwa as-sami' lima yantiquna bihi. Ularning ash degan so'zlari hamma gaplarni anglab turguchi debdi. Sami' degan mutlaqan anglag'uchi. Lekin hozir bu yerda avli qartilgan bo'lgan ekan, lima yantiquna bihi debdi. Al-alim bima yudmiruna min al-hasad wal-ghil. Ularning ko'ngliga pukkan hasad, chidamaslik, adovat, boshqa suiqasd hamma yili nayranlarni bilib turguchi. Va huwa muaqibuhum alayhi. Bilib andın onun qarta bilgendikken qanday jazolaydi. Fa huwa wa'idun lahum. Demak, bu oyatda va'dun lil mu'minin, va'idun lil yahudi va nasara. Demak, bunun tahdididir bu. Aw va'dun li Rasulillah sallallohu alayhi vasallam ay yasma'u ma tad'u bihi. Yani Resulullah'a va'd bo'lsin mumkin bu. Yani sen qilgan duolaringni Alloh taolo anglab turdi, duoingni ijobat qildi. Ve ya'lamu niyetak, niyetingni, ko'nglingni bilib turdi. Va ma turidu min izhar dinil haq. Sening haq dinni izhor qilishdan bo'lgan bunda irodangni, xohishingni bilib turdi. Va mustajibun laka va muwassiluka ila muradik. Sana ijobat qilib, duoyingni va murodingga yetkazguchidir. Xotirjam bo'l demakchi. Sibg'atulloh, yani şu peygamberimiz buyurgan ya talep qilgan din nima? Allohning dini mush. Alloh taolo o'zi tuzib chiqqan, o'zi bo'ygan Allohning bo'yishi deydi bu. Bo'yashimdi bu. Bo'yash nima desa, buni dinulloh, fitratulloh deb bunda tafsir qildi. Degancha bo'yash degan so'zni akaldim yani. Tamam? Bo'yash. Shuni tarjima qilgan chog'da Allah'ın dini de bana tercüme koysak bunu. Allah'ın bu boyuşuymuş. Bu boyuşu ne varsa Allah'ın dini de bunda tefsir etti. Nasara aldan sıvgışı var. Ya abbasa ya günah ma'siyetlik olup ketken olup basa ne bu yap sen pak olup olan. Şu boyayımız diyen gibi karta hazır. Aslında maaşınla bunda bu boyası ibaret. Lakin ma din hazır. Allah Teala boygan din ma o. Bu müşakele. Allah'ın sözü karta, ondan şunu baslaştırıp, bagin cevap. Ve yemkuruna ve yemkurullah diyendik. Nesullaha fe nesiyahum diyendik. Müşakele. Sıbgatallah, Allah'ın bu işi bu dedim. Yani bu neyse Allah'ın dini bunu. Allah Teala öz huzurdan tallab, muşundan iman keltirin deb oturup koygan, buyurgan din bu. Bu masdar muakkad, muntasibun an kavlihi amennâ billah. Yani amennâ billah'ın xuddi masdar muakkadak. Yani sabaghanallahu sibghatahu diyendik. Sabaga sibghatan diyendik. Nağın masdar muakkad ta'kidlashni bildirdi. Shunda bir dinki bu Allah Taala shunda buyurgan. Allah Taala'nın buyushi bilan unda chiqqan din ma bu. Qasanlikda unda bo'yash emasmi? Va huwa fi'latun min sabaghan. Bo'yash degan so'zdan fi'la xuddi bu bir ishning turini belgilab turdi bu. Ma sarfun deymiz. Masalan, sabg'a va ism marra bo'ldi-ku. Ma ismi nima? Ash fe'lning turini bayon qilib turgan. Kel jilsamni, jilsamin jalas, jalaslarga o'tadi. Jilsarga bunda o'ttirishi deymiz. Jilsatul mutakabbir deganda. Mishyatul quyala deganda. Bu bunda bir hay'atni bildirdigan. Qanday o'tadi? Bunda shaklda o'tadi deydi. Ismul hay'a. Aw darba bo'lsa ismul marra, va dirba bo'lsa ismul hay'a. Va qanday ahvolda liqiniz dapirg'ini ismul hay'a deymiz. Va yal hala allati yaqa alayha ismuna. Hala degan ismul hay'a degan gap. Mush bo'yash qanday holatda bo'ldi desa, mushunda holatda deymiz. Val ma'na tathhirullah. Allah Taolaning yana bir tafsiri nima? Dinulloh, fitratulloh deb tathhirulloh. Bo'yab anda Yahud Nasaraning anda suv chilab bo'yab qilgandikan, mana biz suvni bo'yab anda pokildik degandek, Alloh taolo bo'yab poklashemaw degandek. Chunki iymon insonning nafsini poklag'uchidir. Yani buni istara tasrihiyya desak bo'ldi. Istara ma? Istara tasrihiyya. Lekin qarina nima? Idofa mish. Sibghatulloh. Alloh mansub qilgan ekan, bu yerda biz uni to'g'ri tushunamiz. الاستعارة استعمال الله في غير ما وضع له لقرينة. نعم لقرينة مانع من إرادة المعنى الحقيقي. نوعاً هذا قرينة var. Bu قرينة الله إضافة kılıngan iken biz adetki onda boyashni, uni boyashni unda tushunmaymiz. Boyash haqiqiy ma'nosida emas, istara. Wal aslu fihi mana anna nasara kanu yarmisuna awladahum fi man asfar.
Nasaralar hozir mana shunday qilishi mumkin. Ay bu aqolni bundan andamda çirkavının işide bir talangdak yoki toshdan o'yilgan bir kichik ko'lchakdek bir narsa bor. Shuni suvga yana tulgan basını chilab, mana xristian bo'ldi bu deb xristianlik diniga shunga bir a'zolikqa qatilgandek bir ishlar bor. Yusammunahu al-ma'mudiyya mana. Ma'mudiyya deb atar ekan. Ve yequluna huwa tathhirul lahum. Bunu paklab amda rasmi mana nasara qildi deydigan ish bor. Bunda deydi. فإذا فعل الواحد منهم بولده ذلك قال الآن صار نصراني حقا. Mana haqiqiy nasrani bo'ldi mana. Bugundan tortib deydi kashini. Ashsugi chilaydi ekan. Fa umiral muslimuna bi an yaqulu lahum musulmonlar ularga bunday deyishga buyurildi. Amanna billah. Qulu deganni agar musulmonlar xitob desa unday emas. Amanna billahi va ma unzila andin oyog'ida va sabaghanallohu sibghatan bi hadal iman bunda deyishga buyurildi. Velima nusbigu sibghatakum. Yani Allah Taala bizim şu iman bilan bunda boyadığaşını qilib bo'lsa bizni islom nimasi bilan bunda boyib etgan tursa, sizning o ses qismini yana boylamtiq biz deganman. Vajiya bilafz sibgha lil mushakala. Mushakala uchun keldi. Amanna billah deyish bilan Alloh Taala uni shunda iymonni qaltib bo'lashqa Alloh o'zi nima qilsa, buni bo'yashdan yana nima hojati? Hozir Yahud Nasara kunu hudan va nasara tahtadu dedi mu'minlarga. Yani kan Allah Taala mu'minlarga dedi. Sizlar dadan Allah javoban. Amanna billah va ma unzila ilayna va ma unzila ila Ibrahim va Ismoil wal asbat. Deb ondan va yana yani biz aslında iman etdik. Hammasi iman etdik. Yani Allah Taala bizni islom dini bilan bo'yitib bo'lgan. Endi sizning seleksiyonlarga yani chilinib bo'ylamdiq. Nima hojat uningga? Biz haq yo'lni topib bo'lganimlar biz. Manda danglar demakchi. Qisqartib mandalama ekepamiz hozir arliq bo'lgan degan biz ani tutashtirolmay qolamiz. Sizlar amanna va sabaghanallohu bil iman sibghatahu deb bundan tushundik. Bundan bizning uchun sizning bo'yoqni bo'ylatdik. Demak bu mushakala bor. Kaqavlika liman yaghrusul ashjara igris kama yaghrusu fulan. Masalan, ko'cha tikadigan odamga falon tikkandek tika debdi. Turidu rajulan yastani'ul kiram. Demak, aynan nochi bir odamni ko'z tutmoqchi. Falondek. Da o'g'aldak chapama ketmanda degandek. Menda so'z bu deydi. Wa man ahsanu minallohi sibgha. Amda Allohdan ubdarroq buni bo'yaydigini bormi? Kim bor? Yo'q. Tamyiz. Sibgha degan tamyizmiş. Ey la sibghata ahsan min sibghati. Yani bu inkari quddan. Allah'ın boyashidan obdan boyash yo'q. Yuridu din, yani Allah'ın dininden ya farklıshidan unda obdan din ya farklash yo'q demakchidir. Wa nahnu lahu abidun. Yani biz taqa uningga ibodat qiluvchilarmiz. Atfın ala amanna. Mana biz iman etdik. Allah Taala bizni bunda iman bilan, sog'lom din bilan bo'yidi. Yani biz uningga ibodat qilamiz. Bunda danglar demakchi. Va hadal atf yadullu ala anna qawluhu sabaghanallohu dakhilun fi maf'ul qulu. Wa nahnu lahu abidun degan bu so'z atf qilganlikka degan bu sibghatallohning degan so'zning mash qulu degan so'zning ichidagi yani sibghatalloh dangla va nahnu lahu abidun dangla degan so'z ekanligini bildirdi. Yani dangla da buyurilgan so'zning bir qismi bu. Qulu hada va nahnu lahu abidun. Manda deb yana va nahnu lahu abidun dangla deb. ويرد قول من زعم أن صبغة الله بدل من ملة إبراهيم. Yani bazı alimler bu صبغة الله diyen İbrahim'in milletinden bedel depti. Yani milleti İbrahim diyen kandaysa o Allah Teala'nın muşunda bir şekilde boyuğan bunda bir millette dep qaragalı varken. Bedel emas çünkü meyada anıga atf kılıngan söz bu depti. O nasbun alal igra. Yani manda diyelim bakın. Allah'ın sıbgısını muşun çın tot degandek, qo'ldan bama degandek. Igra degan shu. Bu igra degan kushkurtish, qiziqtirish bo'ldi. Yani Allah'ın sıbgısını qo'ldan bama, qo'ldan ketkizatma degan manda. Bima'na alaykum sibghatallahna. Sibghatallahni çın tot qo'ldan bama. Lima fihi min fakkin nazmi ve ihrajil kalam anil ta'ami. Agar bunda igra desak, bu gapni bunda qilib, bunda danglar iman etdik, bunda qilmiz, o bu deb qilib, ani qo'ldan bama deb bir xil gap qo'llashmoq bo'lib qoldi. Maslashmaydi. Bima'na alaykum sibghatallah lima fihi min fakkin nazmi ve ihrajil kalam anil ta'ami. Qo'llashmaydi. Nazmu cho'lib ketadi deydi. Siyaq cho'lib ketadi. Va intisabuha ala anna masdar muakkad. Demak bu yerda sibghatallah degan ham shada masdar muakkad shaklda andin mansub o'qilgan. Sabaghanallohu sibghatan degandek manda. Vallazi zakarahu Sibawi. Sibawi degan gap mushu mana.
Sibaviy mana bu nahvshunosning peshvasi. Osman ibn Qambarma al-Kitab degan kitobi bor. Wal qawlu ma qalat Huzami. Mana diqqat qilinglar. Ma qalat Huzami. Endi meni gap hozir Sibaviy dedimi? Bo'ldi. O Sibavining ustiga chiqadigan unda gap yo'q. Sibavining gap mushunda. Chunki bu nahv peshvasi bo'lgan ekan. Mushin gapiga unda ig'roatda o'tib bo'lsamiz qo'lashmagan gaplar demoqchi. Ana shu maqol tamsil bo'lib ketgan she'rimdi bu. Shuni deb qo'ygan, Siboning gapi gap deyishga ma'lum gap bo'ldi. Wal qawlu ma qalat Huzami degani asli bu she'rning boshlanishi nima? Ida qalat Huzami fasaddiquha. Fa innal qawla ma qalat Huzami. Nima uchun Huzami bu? Huzami u tasliq xalif fa'il o'ttiga. Desan bu Huzamiga asl mabni alal kasr ekan bu ism. Ism mabni xato. Bu odamda ma kitobni pishib qo'yib qo'ygan yozuvchi, ma kompyuter u odam. Buni bunda tekshirib, buning uchun Huzami kildi. Buni o'qima Huzami deb xato o'xshaydi deb pishtimini qo'yib o'tib ketgan. Asli buni nimaga shohid etildi buni? Mushu Huzami degan ismning mabni alal kasr ekanligiga shohid qilib ekildigan she'r bor. Undan ekan bu davomli Huzami kildi. Huzami deysiz. Ida qalat Huzami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat Huzami. Mağalati bir nima ekan, ha? Bu Huzamining manda bir bu maqolda so'zlar bu asli jarayoni bor. Bu ayol bir düşmanning hujumini nima qilib, sizib qilib, darhol taqqish qo'lonlar deb o'zining qavmiga deb tikan. Agahlandigan ekan, bu ayol bunda datan ayolning gapini bunda nima qilamiz bo'lsa, eri qo'pab, agar buni aylim degan bo'lsa, ishini qilamiz. Shenlikkan bu ayol. Eri obdan bilgan ekan, fa innal qawla ma qalat Huzama. Mush to'g'ri so'z mushuning degani zada degan ekan, bu taqqish qilibdi. Taqqish qilib, ras dushman hujum qilib kelib, agar shu yerda chiqib olmagan bo'lsa, ham qirib o'takan. Ondan bu saqqaga sonra bu maqol tamsillar ketdi. Qul atuhajjunana fillah. Aytqinki, ey Muhammad, ya'ni xitob Rasululloh uchun hozir. Lekin kimga gap qildasido? Yahud nasaralarga. Alloh to'g'riliq bizdan takallashamizlar. Ma'ishingga qamashmagan sho'b qildim. Boshqa ishda takallasanglarmi? Ma'ish takallasang qamashmaydi. Chunki men Allohning payg'ambari, menda o'zini akasam, sizning diningizdan menda bishorat tuysa, ma bunmi dedi. Ey atujadilunana fi sha'nillah. Allohning zoti haqida, haqiqat haqida bizdan jidal qilamizlar. Wastifa'in nabiy min al-arab dunakum. Payg'ambarni sizning qavmingizdan evatmay, arabni evatib qolganlik uchun takallashamizlar qabul qilmay. Va taquluna law anzalallohu ala ahadin la anzala alayna. Agar boshqa qavmga vahiy tushirib, payg'ambar evatgan bo'lsa, bizga tushirib, bizga evatibdi. Chunki biz Alloh taolaning tanlangan eng suyimli bandalaridir. Demişler, وَتَرَوْنَكُمْ أَحَقُّ بِالنُّبُوَّةِ مِنَّا. Yani bizden üzerine peygamber kilişki bekbek haklılık layık dep karamızlar. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ. Emniyette Allah bizden mi, sizden mi, emmelerin perverdigarı bu. Bendicilikte emmelen beraber okşaş. Bizgi vasinin bulap kaptan da peygamberlikine. Nesterik cemiyan fi ennena ubbaduhu. Yani ibaduhu. وَهُوَ رَبُّنَا وَهُوَ يُصِيبُ بِرَحْمَتِهِ وَكَرَامَتِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. Peygamberlikine kimga bas berdi? Kitobni kimga nozil qilsa, qildi. Allohu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu. Demak, va robbuna va robbukum degani amaliyotdan takallishga faqat o'rin yo'q bu yerda. Faqat lam o'rinsiz. Chunki Alloh taolo hammalarning egisi, hammalarning ishtirok qiluvchi. Valana amaluna va lakum amalukum. Aslında qilgan amalni o'zingizga, bizning qilganimiz o'zimizga. Yani ennel amel bu esasıl emr. Demek emel işninki asas şu. Men unda sünedemten, sen tüventen unda dediği şu. La fadla li arabiyyin ala acemi illa bit takva. Ve kema enne lekum a'malen felena kedalik. Aslı emel ibadet kıllar mertebeye erişken basalım. Bizim emel ibadet eriştik şununla. Ve nahnu lehu muhlisun. Tehe sizin mandala Allah'a zikrinimiz. İhlas ile başka hiçbir şirk kılmayı, riya kılmayı, ibadet kılmayız. Muvahhiduna nukhlisu bil iman. Biz yakki yegane shiriksiz deb qarab Alloh taolani iman ixlosla iman aytamiz. Va antum bihi mushrikun. Va nahnu lahu mukhlisun deganma daritmi bormi shunda? Sen mushrik demakchi. Biz sana o'xshash mundaq qilmadik, siz sana o'xshash mundaq qilgan emas demakchi. Val mukhlis ahra bil karama. Ixlosla ish qilgan degan izzatlanishga aniq, eng haqli. Peygamberlik ilişkimi başkalık qaraganda eng haqli. Undan keyin sizning qilish nima haqqingiz bor? G'it qilsanglar demakchi.
Em tekulun da tavlan Şami ve Kufi gayr Ebu Bekir. Ebu Bekir'den başka Şam ve Kufe qarileri şula tekulun da okudu. Bu da kendisi İbn Amir, Hamza, Kisai, Hafs. Bizim kıraatımız Hafs'tan Asim o. Hafs kıraatın tekulun. Ve em ala hada muadile mana. Em digine iki kanıtı var. Em şöyle dedim. Lil Hamza fi etuhacuna. Nişada Hamza bo'lgandan etuhacunana em tekuluna degan ha. Bizdan takallishyapmizlar yoki munda damsizlar. Munda da'vatamizlar demoqchi. Ya'ni ayyul amrayn ta'tun. Qaysini qilyapsizlar? Takallishyapmizlar, munda da'vatamizlar. Al muhaja fi hukmillah. Allah'ın hükmünde takallishyapmizlar yoki Yahudilik ve Nasranilikni aş payg'ambarlarga da'vo qilyapmiz. Aş Yahudiylikni, Nasraniylikni aşaq da'vatamizlar. Yani bu muadile muttasil desek shunday bo'ldi. Endi munqata belmanisda desek shu taqririya bo'ldi. Siz takallishyapmizlar? Yo'q, amaliyotda siz manda deb turib olasizlar buni. Yaqulun g'ayruhum. Ash qarilardan boshqa hammasi deb o'qdi. Am yaqulun. Ve ala hada la tekunul hamza illa munqata. Unda bo'lsa munqata bo'ldi. Yani belmanisda. Bel yaqulun manda. Nindeki inna İbrahim ve İsmail ve İshaq ve Yaqub ve asbata kanu hudan aw nasara. Semunda da'vatamizlar dedi. Thumma amara nabiyyi sallallahu aleyhi ve sellem en yaqula mustafhiman raddan alayhim. Ulardan savol so'rgan. Ular raddiyaga alatda manda degan deb buyurdi dedi payg'ambarni. Qul antum a'lamu amillah. Ularga aytqinki Muhammad sizlar bakrak bilamsizlar yoki Alloh bakrak bilamdi? Yani annalloh shaydalahum bi millati islam. Allah Teala hazır nimdatidir, islamdatisizlar. Qaysi udan bilisizlar? Allah Teala İslam milleti de guvalık bergen tursa, Yahudilikde, Nasarati deb turibsizlar, sizlar Allohdan bakrak bilamsizlar. Ma kana İbrahim Yahudiyan ve la Nasraniyan, velakin kana hanifan musliman mana. Allah Teala bunda guvalık bergen tursa, Müslümanlığa. Siz Yahudi deb turibsizlar, sizlar Allohdan bakrak bildirsizlar. Ve men azlamu men kataba shahadatan indahu min Allah. Demek Allah'dan kelgan bir guvalıkni bilib turib, buni yo'shulsa, buningdanmi zolim odam bo'lmaydi. Yuqorqi oyatda va man azlam deb keldi-ku. Ya'ni Yahud Nasarani eng azlam deb sifatladi. Mushu oyatda shunday. Sizlar shu keyin bunda bir payg'ambar keldi, Ahmad deb. Hamma shahodat guvohlik bishoratni anglab turib, shahodatni guvohlikni haqida ado qilmay yo'shulsanglar, eng zolim kishisiz bo'lasizlar demoqchi. Yani özünün kaçkaş guvalıqını, Allah'ın guvalıqını, Allah Teala onu bu Müslüman deb guvalık bergen. Bunu yuşursa şuna buldum. Ve şehadetullah li İbrahim bil hanifiyye. İbrahim'e hanife ve ma kana minel müşrikin degandik. Vel mana annal kitab la ahad azlama minhum mana. Ahli kitapdan bekrek zalim birisi yok. Liyennahum katamu hadi şehadet. Çünkü ular muşu guvalıqını, Allah Teala'nın guvalıqını, İbrahim'in hakkında bergen guvalıqını yuşuğan, bilip durup dedi. O malimun biha. Ev enna lev katamna hadi şehadet lem yekun ahadun azlam minna felâ nektumuha. Hem de manda tefsir kısım oldu ki. Nevada biz muşu guvalıqını, Allah Teala İbrahim'in Müslüman'da guvalık bergen. Biz bunu bildik. Bunu biz yoşirib qalsak, intayin qat zulm qilgan kishi bo'lamaymiz, bo'lib qolamiz. Unda olgan biz uni yo'shamaymiz. Nima uchun zulm qilganlar qatori sirtoq va fi ta'ridun bi kitmanihim. Ma'lum dar, sizlar yo'shaganlar buni. Biz yo'shamaymiz. Bi kitmanihim shahadatullohi li Muhammadin sallallohu alayhi vasallam bi nubuwwa fi kutubihim wa sa'ir shahadatihi. Mek ashullarning kitoblarida Muhammad alayhisolamning payg'ambar, uning boshqa nurg'on guvohliklar bordi. Aşuna yoşude deb bizade tek tuzatımız var. Ve min fi qawlihi min Allah misluha fi qawlika hadihi shahadetun minni li fulan. Yani Allah'dan kelgan bir guvohlik degan ma'noda xuddi bu mendan falan uchun o'rindalgan bir guvohlik degan so'zga o'xshash. Iza shahidta lahu. Yani sen uningga guvohlik bersan bir narsa uchun, uning manfaati uchun, foydasiga shahadetun minni li fulan deysa, fi anna sifatun laha sıfa laha degene minallah degan so'z hazır sıfa li shahada. Bu qanday shahodat desa Allohdan kelgan shahodat. Alloh bergan shahodat. Va mallahu bighafilin amma ta'malun. Sizlar qilayotgan ishlardan Alloh taolo g'aflatda emasdir. U ishlar qilmishlar qaysi? Payg'ambarlarni yolg'on chiqarish, guvohlikni yo'shirish, musulmonlarga, mu'minlarga aziyat berish degandek. Nurg'un ishlarni. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat va lakum ma kasabtum va la tusaluna amma kanu ya'malun. Bu oyat ikki qatim takrorlandi shunama. Nima uchun ta'kidlash uchun? Li'anna al-murad bil awwal al-anbiya. Ya kim unda tekin bo'ldi.
Birincisida payg'ambarlar ko'z tutilgan tilka al-anbiya degan ma'noda va bisani aslafil yahud va nasara. Ikkinchisida yahud nasoraning ota bobolari, asli peshqadamlari va asli to'g'ri hidoyat ustida islom dinida. Kim bular burmulab osiylik qilib haqiqatan uyushuvdi. Davomkeyin shu ummatga Ibrohim alayhisalom, Yaqub alayhisalom shuning o'g'illarining shundan keyin kelgan ummatlar bo'lishi mumkin. Hozirda o'sha payg'ambar alayhisalom iratilgan chog'dagi yahud nasoraninki ota bobolari, haq tutilgan ota bobolari ko'z tutgan bo'lishi mumkin deydi. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.